pensiya oladigan yoki yaqinlari pensiyada bo'lgan har bir inson bugungi ma'lumotni diqqat bilan eshitishi kerak. Chunki davlat yordami bo'yicha yangi tartiblar, qo'shimcha imtiyozlar, ariza berish usullari va tekshiruv jarayonlaridagi o'zgarishlar ko'pchilikning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar yordam olishi mumkin? Kimlar hujjat topshirishi kerak? Qaysi xatolar sabab odamlar puldan yoki imtiyozdan quruq qolmoqda va eng muhimi siz hozir nima qilishingiz kerak? Agar siz pensiyadasiz, ota-onangiz pensiyada bo'lsa yoki oilangizda nogironligi bor, yolg'iz yashaydigan, kam ta'minlangan keksa inson bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam huquqini talab qila oladi. Kech eshitilsa esa imkoniyatni boy berishi mumkin. Avvallari ko'p pensionerlar davlat yordami deganda faqat oylik pensiyani tushunar edi. Ya'ni pensiyam tushsa bo'ldi. Boshqa hech narsa menga tegishli emas deb o'ylashardi. Aslida esa ko'p hollarda pensiyadan tashqari qo'shimcha yordamlar, ijtimoiy nafaqalar, kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar, dori-darmon bilan ta'minlash, sanatoriy yo'llanmalari, parvarishga muhtojlarga alohida yordam, mahalla orqali beriladigan moddiy ko'mak kabi imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Muammo shundaki, bu yordamlar har doim avtomatik ravishda berilavermaydi. Ayrimlari avtomatik aniqlanishi mumkin, ayrimlari uchun ariza kerak bo'ladi. Ayrimlari uchun esa fuqarodan qo'shimcha hujjat, yashash sharoiti bo'yicha o'rganish, daromad holatini tasdiqlash yoki tibbiy xulosa talab qilinadi. Shu yerda odamlar ko'p adashadi. Menga hech kim aytmadi, mahalla chaqirmadi. Pensiya jamg'armasi o'zi biladi. Hujjatim bor edi, lekin olib bormadim degan gaplar keyin foyda bermaydi. Endi e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy o'zgarish shuki, davlat yordami masalasida ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda, lekin insonning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Ya'ni sizning pensiya miqdoringiz, oilaviy ahvolingiz, yashash manzilingiz, nogironlik holatingiz, qarovchiga muhtojligingiz, kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozingiz bor yo'qligi turli idoralar bazasida ko'rinishi mumkin. Lekin ba'zida xatolik bo'lsa, hujjat eskirgan bo'lsa, manzil yangilanmagan bo'lsa yoki ariza umuman berilmagan bo'lsa, yordam kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Oldin odam ko'pincha bitta idoradan ikkinchisiga yurardi. Masalan, pensioner qo'shimcha yordam so'ramoqchi bo'lsa, avval mahallaga borardi, keyin tibbiyot muassasasiga, keyin pensiya bo'limiga, keyin bankka, keyin yana mahallaga qaytardi. Har bir joyda falon ma'lumotnoma olib keling, falon nusxa kerak, muhr qo'ydiring, ro'yxatdan o'ting degan talablar bo'lardi. Natijada keksalar charchardi, ayrimlar yarim yo'lda tashlab ketardi. Hozir esa maqsad shuki, yordamni aniqlashda ortiqcha qog'ozbozlik kamayishi kerak. Lekin bu hech narsa qilmasangiz hammasi o'zi keladi degani emas. Ayniqsa manzilingiz boshqa joyda bo'lsa, aslida farzandingiznikida yashasangiz nogironlik guruhi qayta tasdiqlanishi kerak bo'lsa yoki daromad holati oilada o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlarni vaqtida yangilash juda muhim. Men amaliyotda ko'p uchratadigan holat, pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. Lekin ro'yxatda hali ham o'g'li bilan bir xonadonda ko'rsatilgan. O'g'li esa boshqa viloyatda ishlaydi. Onasiga doimiy yordam bera olmaydi. Elektron tizimda esa oilada mehnatga layoqatli farzand bor degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Natijada ayol kam ta'minlangan yoki yolg'iz keksalar uchun beriladigan ayrim yordamlarni olishda qiyinchilikka duch keladi. Bunday vaziyatda birinchi qilinadigan ish yashash holatini mahalla orqali aniq ko'rsatish, haqiqiy yashash manzili va oilaviy ahvol bo'yicha ma'lumotlarni to'g'rilash birinchi navbatda. Pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki kam daromadli pensionerlar ko'pincha qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyojmand sifatida ko'rilishi mumkin. Masalan, agar keksa insonning pensiyasi oziq-ovqat, dori, kommunal to'lov va transport xarajatlariga yetmasa, u mahalla orqali moddiy yordam, oziq-ovqat ko'magi yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash turlarini so'rashi mumkin. Ikkinchi toifa yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Bu yerda yolg'iz degani faqat farzandi yo'q degani emas. Ba'zan farzand bor, lekin chet elda, boshqa viloyatda o'zi ham og'ir ahvolda yoki ota-onasiga doimiy qaray olmaydi. Bunday vaziyatlar hujjat va mahalla o'rganishi bilan asoslantirilsa, ijtimoiy himoya tizimida alohida e'tibor berilishi mumkin. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar.
Agar inson pensiyada bo'lsa va bir vaqtning o'zida nogironlik holati ham mavjud bo'lsa, u faqat pensiya bilan cheklanib qolmasligi kerak. Dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, protez ortopediya buyumlari, parvarish, davolanish, sanatoriy yo'llanmasi kabi yo'nalishlarda qo'shimcha imkoniyatlar bor yo'qligini tekshirish kerak. Bu yerda eng katta xato tibbiy hujjatlarni yangilamaslik. Agar xulosa muddati tugagan bo'lsa yoki yangi kasalliklar qayd etilmagan bo'lsa, tizim sizning haqiqiy ehtiyojingizni ko'rmasligi mumkin. 4-toifa qarovga muhtoj keksalar. Masalan, 2 yoshli ota yurishi qiyin. O'zi bozorga bora olmaydi. Ovqat tayyorlashda qiynaladi, dori ichishni unutadi. Uning pensiyasi bor, lekin puldan tashqari parvarish ham kerak. Bunday holatda oilasi yoki qo'shnilari baribir pensiyasi bor-ku deb o'ylamasligi kerak. Qarovga muhtojlik tibbiy va ijtimoiy jihatdan asoslantirilsa, tegishli xizmatlar yoki yordam turlari haqida murojaat qilish mumkin. 5-toifa kommunal to'lovlardan qiynalayotgan pensionerlar. Qish oylarida gaz, elektr, isitish, suv xarajatlari keskin oshishi mumkin. Agar pensionerning daromadi past bo'lsa, uyda nogironligi bor shaxs bo'lsa yoki yolg'iz yashasa, mahalla va tegishli tashkilotlar orqali mavjud imtiyozlar yoki moddiy yordam imkoniyatlarini tekshirish zarur. Bu har hududda, har holatda bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aynan o'z mahallangiz va tumaningizdagi tartibni so'rash kerak. Birinchi misol. 7000 yoshli pensioner erkak oyiga 20.100.000 so'm pensiya oladi. Uyda yolg'iz yashaydi. Har oy 2000 so'm dori-darmon. 200.000 so'm kommunal to'lov. 1000 so'm transport va qolganini oziq-ovqatga sarflaydi. U odam men davlatdan pensiya olyapman, boshqa yordam so'rash uyat deb o'ylasa, xato qiladi. Chunki ijtimoiy yordam uyat emas, qonuniy huquq. U mahallaga murojaat qilib, yashash sharoiti o'rganilishini, daromadi va xarajatlari hisobga olinishini so'rashi kerak. Agar mezonlarga tushsa, unga bir martalik moddiy yordam, oziq-ovqat ko'magi yoki boshqa qo'llab-quvvatlash berilishi mumkin. Ikkinchi misol, 16 yoshli ayol pensiya oladi, lekin unga diabet tashxisi qo'yilgan. Har oy qimmat dorilar kerak. U poliklinikada ro'yxatda turadi. Lekin imtiyozli dori-darmon masalasini hech qachon so'ramagan. Bu juda keng tarqalgan holat. Men bunday odamlarga har doim aytaman, shifokoringizdan aniq so'rang. Sizning kasalligingiz bo'yicha bepul yoki imtiyozli dori ro'yxati bormi? Qaysi hujjat kerak, qaysi dorixona orqali olinadi? Ba'zan odam bilmagani uchun o'z cho'ntagidan to'laydi. Aslida esa kamida bir qismini imtiyozli olish imkoniyati bo'lishi mumkin. 3-misol. Taqqazim yoshli buvi qizi bilan yashaydi. Qizining o'zi ham ishsiz, 2 ta farzandi bor. Bu pensiya olgani uchun oila bizga yordam berilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy himoya baholashida faqat pensiya borligi emas, oilaning umumiy daromadi, a'zolar soni, kasalliklar, xarajatlar, yashash sharoiti ham muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar ham vaziyatni tushuntirib murojaat qilish kerak. Eng muhimi, og'zaki gap bilan cheklanmaslik, yozma ariza qoldirish. 4-misol. Bir pensioner boshqa tumanda ro'yxatda, lekin 3 yildan beri Toshkentda farzandniki yashaydi. U mahallaga yordam so'rab borsa, siz bizning hududda ro'yxatda emassiz degan muammo chiqadi. Bunday vaziyatda manzil, vaqtincha yashash, doimiy yashash, ijtimoiy xizmat qaysi hudud orqali ko'rsatilishi masalalarini oldindan aniqlash kerak. Ro'yxat va haqiqiy yashash joyi mos kelmasa ayrim yordamlar kechikadi. Shuning uchun ko'chib o'tgan pensionerlar hujjatlarini tartibga keltirishi juda muhim. Agar sizning pensiyangiz barqaror tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki tibbiy hujjatlaringiz muddat o'tmagan bo'lsa, oila aholingizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki tizimdagi kichik xato ham keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Pasport yoki ID karta almashganingizdan keyin bankdagi, pensiya tizimidagi yoki mahalla ma'lumotlaridagi ayrim yozuvlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, xabarnomalar kelmay qolishi mumkin. Bank kartangiz muddati tugasa, pensiya tushishi kechikishi mumkin. Shu sababli hammasi joyida deb o'tirish emas, yiliga bir marta profilaktik tekshiruv qilish kerak. Eng katta nozik jihat shuki, har bir yordam turi uchun mezon boshqacha bo'lishi mumkin. Bir joyda pensiya miqdori muhim, boshqa joyda oilaning umumiy daromadi, yana bir joyda tibbiy xulosa
yana birida yashash sharoiti yoki yolg'izlik holati muhim bo'ladi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men nega olmadim degan savolga har doim ham oddiy javob bo'lmaydi. Qo'shningizning hujjatida nogironlik qayd etilgan bo'lishi mumkin. U yolg'iz yashashi mumkin. Oilasida daromad yo'q bo'lishi mumkin. Yoki u boshqa dastur bo'yicha yordam olgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat yordam bir martalikmi yoki doimiymi? Shuni farqlash kerak. Ba'zi yordamlar har oy berilishi mumkin. Ayrimlari bir martalik bo'ladi. Ayrimlari mavsumiy bo'ladi. Masalan, qishki kommunal xarajatlar davrida yoki bayram arafasida. Agar siz bir marta yordam olgan bo'lsangiz, bu har oy avtomatik davom etadi degani emas. Aksincha har bir yordamning o'z muddati, asoslari va qayta murojaat tartibi bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, ariza berish bilan yordam darhol tayinlanmaydi. Ariza ko'rib chiqiladi, hujjatlar tekshiriladi, ehtiyoj baholanadi. Ba'zan rad javobi ham bo'lishi mumkin. Lekin rad javobi bo'lsa, siz sababini bilishga haqlisiz. Rad etildi degan umumiy gap yetarli emas. Siz qaysi mezon bo'yicha rad etildi, qaysi hujjat yetishmadi, qayta murojaat qilishim mumkinmi deb so'rashingiz kerak. Iloji bo'lsa, javobni yozma shaklida oling. To'rtinchi nozik jihat, norasmiy to'lovlardan ehtiyot bo'lish. Hech kim sizdan yordam tayinlash uchun pul talab qilmasligi kerak. Agar kimdir hujjatingizni tezlashtirib beraman, navbatga qo'yaman, foizini berasiz desa, bu juda xavfli signal. Davlat yordami qonuniy tartibda beriladi, pora yoki vositachilik orqali emas. Bunday holatda ishonch telefonlari, mahalla rahbariyati, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qilish kerak. 5-nozik jihat, farzandlar nomidagi mulk yoki daromad masalasi. Ayrim pensionerlar uyim bor, demak menga yordam yo'q deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Boshqalar esa uy farzandim nomida men yolg'izman deydi. Bu holatlarda real yashash sharoiti, mulkdan foydalanish, daromad kelishi yoki kelmasligi, oilaviy qo'llab-quvvatlash bor yo'qligi o'rganilishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni yashirmasdan aniq tushuntirish kerak. Birinchi xato faqat og'zaki so'rash. Odam mahallaga boradi, biror xodimdan so'raydi. Sizga tegishli emas degan javobni eshitadi va ketadi. Men buni noto'g'ri deb hisoblayman. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya miqdori, sog'liq holati, oilaviy vaziyat va qaysi yordamni so'rayotganingizni yozing. Yozma murojaat bo'lsa, unga javob berilishi kerak. Ikkinchi xato, hujjatlarni tartibsiz saqlash. Pensiya daftarchasi yoki kartaga oid ma'lumot, ID karta, tibbiy xulosalar, nogironlik hujjati, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, bank ma'lumotlari bir joyda bo'lishi kerak. Ko'p keksalar hujjat kerak bo'lganda topolmaydi. Muddati o'tgan bo'ladi, nusxasi yo'q bo'ladi. Natijada jarayon cho'ziladi. Uchinchi xatoda daromadni noto'g'ri ko'rsatish. Agar oilada kimdir ishlasa, ijaradan daromad bo'lsa, aliment yoki boshqa tushum bo'lsa, bular yashirilmasligi kerak. Chunki elektron bazalar orqali baribir ko'rinishi mumkin. Ma'lumot yashirilsa, yordam rad etilishi yoki keyinchalik qaytarib undirilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hammasini ochiq aytish va o'z holatingizni qonuniy asoslash. 4-xato, bank kartasi va telefon raqamini nazoratsiz qoldirish. Pensiya kartangizni begonalarga bermang. PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodni aytmang. Davlat yordamidan pul tushadi. Kodni ayting degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech bir rasmiy idora sizdan SMS kod so'ramaydi. Keksalar aynan shunday aldovlarga ko'p uchraydi. Birinchi qadam. O'z holatingizni yozib chiqing. Qog'ozga quyidagi yozib chiqing. Qog'ozga quyidagilarni yozing. Pensiya qancha, uyda kimlar yashaydi, kim ishlaydi, dori-darmon xarajati qancha, kommunal to'lov qancha, qarovga muhtojlik bormi, nogironlik bormi, yolg'iz yashaymanmi? Oxirgi marta qachon yordam olganman? Bu oddiy ro'yxat sizga murojaat qilganda aniq gapirishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar ID karta yoki pasport, pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, kommunal to'lov kvitansiyalari, oilaviy tarkib yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar, ariza. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib aniqlab oling. 3-qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla ko'pincha birinchi eshik hisoblanadi. Siz menga nima berasizlar deb emas, mening ijtimoiy holatimni o'rganib, qaysi yordam turlariga huquqim borligini aniqlab berishingizni so'rayman deb murojaat qiling.
Bu juda muhim farq. Chunki siz faqat bitta yordamni emas, mavjud barcha imkoniyatlarni tekshirtirasiz. 4-qadam tuman ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Agar holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, nogironlik, parvarish, yolg'iz yashash, reabilitatsiya vositalari yoki doimiy ko'mak masalasi bo'lsa, faqat mahalla bilan cheklanib qolmang. Tuman darajasidagi mas'ul tashkilotlardan rasmiy maslahat oling. 5-qadam tibbiy hujjatlarni yangilang. Agar sizda surunkali kasallik bo'lsa, shifokorga ko'rining, tashxislaringiz kartangizda to'g'ri yozilganini tekshiring. Nogironlik guruhi, reabilitatsiya dasturi, dori ehtiyoji, harakatlanish cheklovi, eshitish yoki ko'rish muammosi kabi holatlar hujjatda aks etmasa, keyingi yordamlarni olish qiyinlashadi. 6-qadam javobni yozma oling. Agar arizangiz rad etilsa, sababini so'rang. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat ekanini aniq yozdirib oling. Agar navbat bo'lsa, taxminiy muddatini so'rang. Og'zaki va'da bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi murojaatlarda sizni himoya qiladi. 7-qadam. Farzandlar va yaqinlar yordam bersin. Keksalar ko'pincha idoralarda navbat kutishga, telefon orqali ma'lumot olishga, elektron ariza berishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'ni-qo'shnilar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotgan odam kartani o'zida saqlamasligi, pulni nazoratsiz ishlatmasligi, pensionerning roziligisiz qaror qilmasligi kerak. Bu ham huquqiy, ham axloqiy masala. Ariza yozayotganda murakkab iboralar shart emas. Masalan, shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman. Yoshim falon, pensiya olaman. Pensiyam miqdori falon so'm. Sog'ligim sabab doimiy dori-darmon xarajatlarim bor. Kommunal to'lovlar va oziq-ovqat xarajatlaridan keyin yashashim qiyinlashmoqda. Oilaviy va ijtimoiy holatimni o'rganib, menga tegishli ijtimoiy yordam turlarini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar yolg'iz yashasangiz, buni yozing. Agar nogironlik bo'lsa yozing. Agar qarovga muhtoj bo'lsangiz, alohida ko'rsating. Muhimi, arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Juda qiynaldim deyish mumkin, lekin yonida raqamlar bo'lsin. Pensiya qancha? Dori qancha? Kommunal qancha? Uyda nechta odam bor? Raqamlar masalani aniq qiladi. Bugungi eng muhim fikr shuki, pensionerlar davlat yordamini kutib o'tirmasligi kerak, o'z huquqini tekshirishi, hujjat tartibga keltirishi va kerak bo'lsa yozma murojaat qilishi kerak. Yordamlar har doim ham avtomatik berilmaydi. Ma'lumotlar bazasidagi xato, manzilning noto'g'riligi, eskirgan tibbiy hujjat, og'zaki murojaat bilan cheklanish yoki firibgarlarga ishonish odamni real yordamdan mahrum qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Agar ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularga qo'ng'iroq qiling. Pensiyasi yetyaptimi? Dori xarajatlari qancha? Mahallaga murojaat qilganmi? Bank kartasi xavfsizmi? Shuni so'rang. Ba'zan bitta savol, bitta ariza, bitta yangilangan hujjat insonning hayotini ancha yengillashtiradi. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qanday yordamlar bor? Siz yoki yaqinlaringiz bunday yordam olganmisiz? Yoki rad javobi bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, chunki keyingi videolarda ham pensiya, ijtimoiy yordam, imtiyozlar va fuqarolarning huquqlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.